Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan qanday qilib amaliyot platformasining mobil versiyasini wonf.kakantsu.uz saytidan yuklab olishni o'rganamiz. Buning uchun Chrome brauzeriga kiramiz va yuqoriga bir f.kakantsu.uz saytini URL adresini yozamiz va kiramiz. Kirganimizda bizga Xemis ID va parol so'raydi. Agar saqlagan holatimiz bo'lsa, saqlagan holatimizni belgilaymiz va to'g'ridan to'g'ri shaxsiy kabinetimiz ochiladi. Bu shaxsiy kabinetimizdan yuqoridagi chap tarafdagi 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz va bu yerdan bo'limlar orasidan mobil ilova bo'limini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchida Android APK, ikkinchida esa iOS turibdi. Android APK ga bosganimizdan so'ng avtomatik tarzda telefonimizga mobil ilovani APK formati yuklanishni boshlaydi. Mana yuklab oldi. Yuklab olingandan so'ng ustiga bosamiz va o'rnatishdan boshlaymiz. Ilovamiz to'liq ishga tushdi. Bu yerga esa o'zimizni Xemis ID'mizni yozamiz. Mana biz shaxsiy kabinetimizga kirdik. Shaxsiy kabinetimizdan amaliyot bo'limiga kiramiz. Amaliyot bo'limidan kerakli 29-kungi topshirig'imiz ochiq turadi. Kirganimizdan so'ng keldim tugmasini bosdik va keldim tugmasini bosganimizdan so'ng Face ID kontroldan o'tish kerak bo'ladi. Kamerani to'g'ri qilgan holatda to'g'riga, chapga, o'ngga qarashni so'raydi. Tasdiqlangandan so'ng amaliyot vaqti avtomatik tarzda boshlanadi. Bu yerda mana 4 soat 8 daqiqa o'tdi. 4 soat 8 daqiqa o'tdi. Bu yerlar topshiriqlarni bajarish uchun kundalik to'ldirish, dars tahlil qilish va amaliyot rahbari tomonidan berilgan dasturdagi topshiriqlarni bajarish tugmasini bosamiz. Face ID kontroldan o'tish kerak bo'ladi. Kamerani to'g'ri qilgan holatda to'g'riga, chapga, o'ngga qarashni so'raydi. Shu bilan kunlik faoliyatingizni to'liq yakunlagan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.